dars yozilishni boshladi. Turk tili alifbosi. Turk tilida 29 ta harf bor. Ulardan 8 tasi 8 tasi unli harf. Unli harflari 8 ta. 21 tasi umdosh harflar bor. I bor, keyin Ö bor. Ö harfi bor. Uni nuqtasiz yoziladi. Undan tashqari G harfi bor. Ba'zida u umuman o'qilmay ketadi, ba'zida Y o'qiladi va ba'zida yumshoq G o'qiladi. Uni qoidalarini o'rganamiz. Va turkchada Q harfi yo'q, W harfi yo'q. Keyin qattiq H harfi yo'q. Shularni ham esdan chiqarmaymiz. Shu yerda biz ko'rib turibmiz, harflar bor. Ba'zi harflari o'zbekcha bilan bir xil. Umuman olganda talaffuzi ham bir xil, yozilishi ham bir xil. Ulardan bittasi A harfi. A deb yoziladi, A deb o'qiladi. Inglizchaga o'xshab biz uchun A bu, lekin ingliz tilida E deb o'qiymiz, to'g'rimi? Unaqa emas. A deb o'qiladi. Turkchada ham. Anne, araba, at. Ot turkchada at. Undan tashqari anne ona degani araba degani mashina degani. B harfi baliq. B harfi ham yozilishi ham talaffuzi ham xuddi o'zbekchaga o'xshagan bir xil. Baliq, bilet, bardak. Bu yerda qaysi so'zni bilmaysiz? Baliq degani bilasiz. Bilet degani, bardak degan so'zni bilmasligingiz mumkin. Stakan degani bardak. Undan keyin J harfi bor. Bu J harfi ruscha S harfiga to'g'ri keladi. Biz bilgan S harfiga to'g'ri keladi. Inglizchada ko'pincha K o'qiladi. Lekin turkchada doim J o'qiladi. J emas, boshqa harf emas. Doim J. Masalan, juzdan, koshalok degani, hamyon degani. Jeb, cho'ntak degani, jeb, jam, oyna degani. Masalan, siz buni ko'zdan deb o'qimaysiz yoki sep deb o'qimaysiz, sap deb o'qimaysiz, doim J deb o'qiysiz. Jam, jeb, juzdan. Undan keyin harf Ch harfi. Bizda ham Ch harfimiz bor, lekin shunaqa yoziladi, Ch harfimiz. Lekin turkchada Ch. Buni hamma bilsa kerak. Ch harfini mashhur, bizda turk tili umuman bilmasak ham Chni bu shakldaligini hammamiz bilamiz. Chechak gul degani, chanta sumka degani, choy degani bizda. Bu yerdagi siz bilmaydigan so'z bu yana bitta chiqdi, chanta, sumka. Bu so'zni bilmasligi mumkin. Endi turkchani o'rganishni, harakat qilishni boshlaganlar chanta degan so'zni bilmasligi mumkin. Hozir yangi kelganlarda mikrofonini yoqib qo'yib, balki savollari bordir. Orada savollaring bo'lsa, bemalol so'rashlaring mumkin. To'xtab, savollaringga javob berib, yana qaytarib tushuntirib o'tib ketaman. Keyingi harfimiz D harfi. D harfi biz o'zbek tilidagi D bilan bir xil. O'sha harf D. Yozilishi ham bir xil, talaffuzi ham bir xil. Domates, homildori degani, domates. Qarang, domates deb yozilgan, domates deb o'qiladi, boshqa turli o'qilmaydi. Dars degani, dars degani. Devor degani. Devorni bilamiz, duvar. Jicha yozilishicha talaffuzi boshqacharoq, lekin o'zbek tilidagi bor so'z. Devor. Keyingi harf E harfi. E harfi ham biz o'zbek tilidagi E bilan bir xil. Y deb o'qilmaydi, I deb o'qilmaydi, ingliz tiliga o'xshab E deb o'qiladi. Masalan, elma. Biz olma deymiz, ular elma deyishadi. Ekmek degani non degani. El degani qo'l degani. F harfi. F harfi ham biz o'zbek tilidagi F harfimiz bilan bir xil. F deb o'qilmaydi yoki boshqa narsa deb o'qilmaydi. F. Masalan, fil degani bir xil bizni o'zbek tili bilan. Fara, sichqon degani, fara. Qarang, yozilishini qarang, o'qilishi ham bir xil. Fara. Fırın. I'larda nuqtasi yo'q, siz I deb o'qiysiz. I'da nuqtasi yo'q, ko'rdingizmi? Doim I deb o'qing. Yana yangi kelganlarda mikrofonni ochib qo'yaylik, balki ularga ham savollari bordir, tushunmagan joylari bordir. Tamam. G harfi. G harfi ham biz o'zbek tili bilan bir xil. G deb o'qiladi. Gözlük, ko'zoynak degani, güneş, quyosh degani, ko'ylak degani. Ko'ylak.
juda ham o'xshash. Ko'mlak, ko'ylak. Güneş, quyosh deymiz biz. Va bu G harfini hali ingliz tiliga rosa berilganlar, ingliz tilini o'rganganlar ko'pincha J deb talaffuz qilishadi. Yo'q, bu doim G. Biz o'zbek tili bilan bir xil. Ko'mlak, güneş, ko'zlik. Undan keyingi harfimiz G harfi. Bu G harfi judayam yangi turkchani o'rganayotgan o'quvchilarda muammo bo'lgan harflardan biri. G harfi. Nimaga muammo deb o'ylasalaring, 3 turli o'qilish yo'li bor G harfini. 3 xil o'qilish yo'li bor. Masalan, bo'g'a deyapti. Bu yerda G o'qiladi, tashlab ketilmaydi. Bo'g'a. O'ranji deganimizda endi bu yerda G'ni o'qimaymiz, lekin yoziladi. O'ranji, o'g'ranji bo'lmaydi yoki o'giranji bo'lmaydi-da, o'ranji bo'ladi. Bu paytda o'qilmaydi. Yağmur, ana yağmur. Bu yerda G'ni shunaqa sezilarli, sezilmas talaffuz qilasiz. Yağmur. Yağmur da bo'lmaydi, yağmur bo'ladi. Undan keyin ovozim eshitilyaptimi hammaga? Ovozini eshityapsizlar? Aha, tamam. Tamam, muhim narsalarni yozaman chunki hozir. Turk tilida i harflari bor, ya'ni unli harflari bor. Unli harflarimizni biz ikkiga bo'lib olamiz. Hozir endi sizlarga boshqa narsani tushuntirib beraman. Bu G'ni tushunib olishimiz uchun biz boshqa narsani ham tushunib olishimiz kerak. Alifbodagi boshqa bitta qoidani ham tushunib olishimiz kerak. Yaxshilab e'tibor berib turasizlar shu joyiga. Sizlarga hozir Word ko'rsataman. Wordda ishlaymiz. Bir saniya. Word ko'rinyapti hozir. Evet. Ko'rinyapsiz. Aha, endi qarab turinglar. Qoidalar juda ham diqqat bilan qarab turinglar. Agar savollaring bo'lsa, yana so'raysizlar, tushunmaganlar. Turk tilidagi unli harflar ikki xil bo'ladi. Bular qaysilar? Bular i harfi, e harfi. Qaranglar, i'ni kattasining ham nuqtasi bo'ladi. E'tibor beringlar. Ö harfi, ü harfi. Bular, bu unlilar ingichka unlilar bo'ladi. Ingichka unlilar. Ingichka unlilar bo'ladi. Endi keyingi unlilarimiz qaysi unlilar? Ö harfi. Qaranglar, kattasining nuqtasi yo'q. Ö harfi, a harfi, o harfi, u harfi. Bular qalin unlilar bo'ladi. Qalin unlilar. Endi bularni farqini ko'rib chiqamiz. Birinchi ingichka unlilarni farqini ko'ramiz. Buni sariqqa bo'yab oldim mana. Bularning farqi. Yoniga yozayda, so'zni yana ham tushunarli bo'ladi. O'zim. İga yozyapman. Iletişim. Bir de öldü. Fe'l ham yozdim. Öldü. Bularni o'qilishini qarab turlar. O'zim, ingichka o'qiymiz doim. O'zim. Iletişim. İlarni doim i deb talaffuz qilamiz. Iletişim. Va bu o'ldi. O'ldi degani o'ldi degani, o'lib qoldi degani o'tgan zamonda. Va endi yumshoq g', bu turkcha g'lik so'z yozaman. Shu ingichka unlilarda ichida qolib ketgan so'z yozaman. Değil. Bu yerdagi g' harfi ingichka unlilarda ichida qolib ketganligi uchun y deb o'qiladi. G' y'ga aylanib ketadi. Shu yergacha tushunarlimi? G' y'ga aylanib ketadi. Qachon g' y'ga aylanib ketar ekan? Unlilarda, ingichka unlilarda ichida g' qolib ketsa y'ga aylanib ketar ekan. Bu qoidani hech qachon unutmanglar. Konuşmada, turkcha konuşmada yozganda deyil deb yoziladi-yu, siz deyil deb yozilishni bilasiz. Va siz yozganda, imtihonga kirganda shunaqa deb yozib chiqmangda, deyil. Bu yerda yumshoq g' bo'lishini biling, deyil bo'ladi. Tamam, emas degani, deyil degani emas degani. Masalan, ben aç değilim.
Men och emasman degani. Ben och değilim. Shunda shu ma'nolarda ishlatamiz. Endi qalin unlilarga misollar yozyapman. Bunga ham diqqat qilib turamiz. Uzun, iliq, oldu, g'ga ham bitta do'g'a. Endi qarab turing, o'qilishini qarang. Qalin unlilar va ingichka unlilar o'zini yonida turgan undoshlarini ham yo ingichka qilib yuboradi, yo qalin qilib yuboradi. Masalan, uzum deyapmiz-ku, z'ni ham m'ni ham biz ingichka qilib yubordik. Uzum. Endi uzun deganimizda z'ni ham m'ni ham biz qalin qilib yuboramiz. Uzun bo'ladi. Uzun. Iliq. Uzun degani biz o'zbek tilida ham bor. Iliq. Biz iliq deymiz-ku, to'g'rimi? Iliq suv, iliq havo, iliq bo'ladi bu turkchada. Deb o'qiymiz. Ruschadagi mягкий знак bilan bir xil talaffuz qilinadi. Keyingisi oldu. Qarang, o'ldi bilan olduni katta farqi bor. O'ldi degani o'lib qoldi degani. Oldu degani bo'ldi degani. Masalan, mezun oldu. Bitta misol. Mezun oldu. Bitirdi, o'qishni bitirdi degani. Mezun oldu. Bu yerga Turkiyaga kelganlar bo'ladi-da, ishlashga, o'qishga. Umuman turkcha bilmasdan o'sha Instagramga o'zlaricha turkcha yozishni boshlashadi-da. Bittasida ko'rib qo'ygan edim. Mezun o'ldi deb yozib qo'yganda, mezun o'ldi deb yozib qo'ygan. Nima degani? Bitiruvchi o'ldi degani buni ma'nosi. Turklar ko'rsa yotib olib kuladi-da, bilib bilmay yozgan. Bu ikkalasining farqi bor. O'ldi deb gapirsalaring, u o'lib qoldi degani. Endi siz buni qalin deb gapirsangiz, o'ldi desangiz, bo'ldi degani. Shunda ehtiyot bo'lasizlar. Gapirganda ham, yozganda ham buni ma'nosini bilib keyin gapiramiz. Va do'g'a. Qalin unlarning ichida g'i harfimiz qolib ketgan bo'lsa, demak yumshoq g'i o'qiladi. Do'g'a bo'lmaydi-da, do'g'a bo'ladi. Yumshoq, ozgina urg'u bermasdan g'i deysiz, do'g'a. Tamommi? Shu yergacha tushunmaganlar yoki savoli borlar bormi? Ovozim eshitilyaptimi? Ha, ustoz, ovoz boshqa savollarimiz yo'q, tushundilaring. Tamam, yangi kelganlar borda, o'shalarni ham hozir mikrofonni yoqib qo'yay. Hali ketyapti, dars yoqyaptimi? zo'r bo'lyapti dars ustoz. Hozir mikrofonlarni yoqyapman. Sekin ishlayapti. Bu darsni kirganlar rosa omadli, chunki buni bilib oldingizmi, o'sha siz turkchani fundamentini mahkam qilib olgan bo'lasizda. Bu darsdan keyin bemalol turkcha matnlarni o'qiy olasiz. Va kitobimizga qaytamiz. G'ni o'rganish uchun biz unlilarni ham o'rganib oldik. Unlilarni ikki xilligini o'rgandik, ularning talaffuzdagi farqini o'rgandik, hammasini o'rgandik. Hozir kitobni ochaman yana qaytarib. Bu yerda. Ko'rinyaptimi? Ha, ustoz, ko'rinib chiqdi. Tamam. G'ni o'rgandik. Mana oddiy misol shu yerda ham bo'g'a. Qalin unlilarning ichida qolib ketganda bo'g'a deb o'qilgan. O'ranji bu yerdagi o'qilmaydigan unlilar, g'lar qanday o'rganasiz? Vaqt bilan. Siz tekstlar o'qiysiz, yozasiz, talaffuz qilasiz. O'shandan keyin bu yerdagi g'ni o'qimaymiz, eshitasiz. Turk tilini eshitib ham o'rgansangiz bo'ladi. Kinolar ko'ring, qo'shiqlar eshiting. O'sha kinolarni ham pastdagi yozuvlari bilan ko'ring, turkcha yozuvlari bilan ko'ring. O'shanda ancha g'larni o'rganib olasiz. Masalan, yomg'ir bo'lmaydi, yomg'ir deb o'qishadi, yog'mur bo'ladi. Buni ham esdan chiqarmanglar. Keyingi harfimizga o'tib ketyapman. Hastona, ya'ni H harfi. H
H harfi ham biz o'zbek tilidagi yumshoq H harfimiz. Undan boshqasi emas. Doim H deb o'qiladi. Qattiq H yo'q turkchada. Qattiq H'lar o'rniga ham yumshoq H'ni qo'yib ketishadi. O'shuni masalan harf, havlu, hastane doim o'sha yumshoq H'ni qanday talaffuz qilayotgan bo'lsangiz, qattiq H bo'ladigan gaplarda ham H deb yuboramizda, biz baribir o'zbekimizda bizda bor, bizni qonimizda, bizning mentalitetimizda bor. Lekin o'shunga harakat qiling, doim yumshoq H deyishga. Hastane, harf, havlu. Tamam? Keyingisi Ö harfi. Bizda qalin unli harfimiz Ö. Bunda nuqtasi bo'lmaydi. I'lar, mana i'da nuqtasi bor, lekin i'da nuqtasi bo'lmaydi. Xuddi ruschadagi shu mягкий znak I. Doim I o'qiymiz. Ishiq, nur degani. O'rmoq, ariq degani, o'rmoq, izgara. Izgara degani shu qizib turgan, ko'mirda qizib turgan nima bo'ladi? Shashliklar, go'shtlarni pishiradi, o'sha izgara bo'ladi. Keyin injir, I harfi. I harfi kattasi ham shunaqa i'da nuqtasi bo'ladi, kichkinasi ham shunaqa i'da nuqtasi bo'ladi. Yozilishda ham doim shunaqa yoziladi. Mana o'quvchilarim o'sha ba'zilari bunday qilib yozganda boshdagi darslarda I, o'rmoq ham shunday, bunga ham buni. Bunaqa umuman yozmaylar. Agar shunaqa yozsalaring, imtihonda sizdan ball qirib tashlaydi, ballni olib tashlaydi, tushirib yuboradi ballingizni. Katta I ham, kichkina I ham, katta I ham, kichkina I ham shunaqa yoziladi. Doim shunaqa yozib chiqing. Keyingi harfimiz J. Bizda jurnalga ham bitta shu Jni ishlatamiz, keyin jo'jaga ham bitta shu Jni ishlatamiz, to'g'rimi? Turkchada unaqa emas. Bitta J bor. Japoniya, jokey, jilet. Yani doim J'ni J deb o'qiymiz. J harfimiz bu. Bu J harfimiz. Turkchada ikkalasi ham alohida harf bo'lib belgilangan. Keyingisi K harfimiz. K harfimiz qaranglar. O'zbek tilidaqa bir xil. K deb o'qiladi. Qalam, kitob, ko'pak. Lekin o'sha ichidagi unlilar qalin unli bo'lsa, qalin K deb o'qiysiz. Ingichka unli bo'lsa, ingichka K deb talaffuz qilasiz. Masalan, qalam. Kni ham qanday qalin aytyapsiz-da, qanday qalam. Kitob. Endi Kni ingichka qilib yubordingiz. Chunki yonida ingichka unli bor, buni yonida qalin unli bor. Qalam, kitob. Qalam degani kitob degani. Ko'pak, it degani. Bular bu so'zlar ham bizga juda ham tanish so'zlar, biz bilgan so'zlar. Undan keyingi harfimiz L. L harfi ham biz o'zbek tilidagi L harfimiz bilan bir xil. Limon. Turklar ham limon deydi, biz ham limon deymiz. Lokanta. Lokanta degani oshxona degani. Lira Turkiyani pul birligi. Lira shu. Lira. 20 lira bu. Lira. Shu o'qilishi ham, yozilishi ham bir xil turkchada. M harfi yana o'zbekcha bilan bir xil. Masa. Masa degani stol. Mutfaq, oshxona, meva. N harfi ham bir xil. Nuqta, nal va nar harfi. Bular ham nar degani anor degani. N harfi ham bizni o'zbek tilimiz bilan bir xil ekan. O harfi, o emas bu, o harfi. O. Otobus, avtobus degani. Otobus. Qarangda, o'toni qalin aytyapman, busni yumshoq aytyapman, ingichka aytyapman, chunki o'da nuqtasi bor. Demak, biz buni ingichka aytishimiz kerak. Otobus. Oda xona degani, o'qul maktab degani, o'qish degani, o'qul. Bular ham qalin harf. Qalin unlilar bo'lganligi uchun qalin so'z hisoblanadi. Keyingisi o'rdak. Bu o, bu ö. Xuddi ko'nglingiz aynib ketayotganda deysiz-ku, o'sha bu. Buni farqi shunda. O'ldi, o'ldi bilan bir xil. Bular shu harflar. Ö. Masalan, o'rdak, o'dev, o'rnak. Hammasini ö deb o'qidi mana. Bu o'dev bo'lmaydi, o'dev bo'ladi. Chicha buni ingichka qilasiz. O'rnak. Bunda ham chicha ingichka. Bu harflarni chicha oldingi unlilarda ham tushuntirib o'tdim. Keyingisi P harfi. P harfi ham bizni o'zbek tili bilan bir xil. Masalan, para. Para degani pul degani. Turkchada pul degani. Bizda poraxo'rlik bo'ladi-yu, o'sha. Lekin ularda pul degani, para degani. Penjara degani
oyna degani, bu deraza degani. Bizni uyimizda derazalari bo'ladi-yu, xuddi o'sha. Pilav osh degani. Pilav. Biz palov ham deymiz-ku, o'sha pilav. Qaranglar, i'ni nuqtasi bo'lganligi uchun i'ga urg'u berib aytyapman. Pilav. Masalan, bir degan so'z bor-ku, o'quvchilarim bir deb ketadi-da. Bu tabiiy holat, chunki bizda bir. Bizni o'zbek tilimiz chunki bu. Lekin bu yerda bir bo'ladi. I'ga urg'u berasiz. Bir. Keyingisi r. R harfi ham bizda o'zbek tili bilan bir xil harf. Radio. Radio bizda ham bor. Rang degani. Ruj, pomada degani. Ruj. S harfi ham bir xil. Bizda o'zbek tili bilan sinf, suv, soat. Soat deb yozamiz, ularda ikkita a bilan yoziladi. Soat. Sinf. Sinfdagi i'lar bor. Qaranglar, sinf emasda bu sinf. Suv. Bizda suv bo'ladi. V qo'yib qo'yamiz oxiriga. Turkchada suv. V'si bo'lmaydi. Shu v bo'lmaydi. Sh harfidagi qilingan xatolardan bittasi shunaqa yozishadi ko'proq. Mana sh. Bunaqa bo'lmaydi yozilganda. Yozilganda ham bosmada qanaqa bo'lsa sh harfi yozganda ham shunaqa yozaverasiz. Kattasini ham kichkinasini ham shunaqa yozasiz. Agar shunaqa yozib qo'ysangiz, sizdan yana balni kamaytirish boradi. Shunga ham e'tiborliroq bo'lasiz. Buni ham tushundingiz bo'lgan. T harfi ham bir xil. To'p, telefon, tarak. To'p degani. Qarang, top emasda, bu top emas, to'p. O harfi yo'q turk tilida. To'p. Keyin telefon, tarak. Telefon degani taroq degani, tarak degani, taroq degani. Shapkani o'qimadigan, shapka, shisha, shakar. Shapka. Kepka uchun ham shapka deyishadi. Hozir sovuqlarda kiyib yuribsiz, oddiy shapka, uni ham shapka deyishadi. Shakar. Biz shakar deymiz, a bilan aytamiz, ular e bilan aytadi, shakar. Ovozim eshitilyaptimi? Ha, ustoz kelyapti. Evet. Ovozim eshitilyaptimi endi? Ha, kelyapti ustoz. Aha. Telefondan kirib yuboribman-da, kompyuterdan edi-yu. Ha, ekran ko'rmay qoldi lekin. Aha. Ochyapman ekranni. Ko'rindimi endi? Ha, ko'rindi. Tamam. T'ni tushundik-a? Hozir T'da to'xtab qoldik. T'ni o'tib oldik. Uga keldik, to'g'rimi? Ha. Uchoq. Uda, uchoq. U deganingizda ham nuqtasi yo'q-ku, qalin o'qiysiz. Uchoq, og'zingizni to'ldirib qalin o'qirasiz. Uchoq, uzun, uyqu deb. Uchoq degani samolyot, uzun degani uzun, uyqu degani uyqu. Bizda K o'rniga q ishlatamiz, ularda q harfi yo'q, k bor. Uyqu. Mana endi ingichka uga o'tamiz. Nuqtasi bor, buni ingichka o'qiymiz. Uzum, o'tu degani dazmol degani, uytib deymiz biz ham, o'tu. Ulka. Bularda hammasini qo'rqmasdan ingichka o'qirasiz. Masalan, men birinchi yil Turkiyaga kelganimda, bir yil turk tili hozirlik o'qiganman-da, shularning farqiga bormasdim. O bilan o'di, u bilan uydi, umuman farqiga bormasdim. 1-2 oy qiynalganman. Lekin sizlarga hozir shuni oson yo'lini topdim, shuni oson yo'li bilan o'rgatib ketyapman. Keyingisi V harfi. Valiz. V harfi ham bir xil o'zbek tilimiz bilan. Valiz degani chamadon degani. Qaranglar, valiz emasda bu, valiz emas. Valiz. Shunga e'tibor berasizlar talaffuzda. Valiz. Vishnya.
Vishnya. Vishnya degani gilos degani. Gilosga ham nimarog'i, boshqacha turrog'i, kattarog'i. Vazo, ko'za degani, vaza degani. Yumurta, y harfiga keladi. Y ham bir xil, bizni o'zbek tilimiz bilan bir xil. Yumurta, tuxum, yildiz. Qaranglar, bu ham qalin so'z. Yildiz. Ularda nuqtasi yo'q. Yildiz bo'lib o'qilmaydi. Yulduz ham bo'lmaydi. Turkchasi yildiz. Yo'l. Mana u bizda bo'lsa, hozir o'zbekcha bo'lsa yo'l bo'ladi, to'g'rimi? Lekin bu yerda nuqtasi bo'lmasa ham o deb, qalin o deb o'qiladi. Yo'l degani. Z harfi zurafa, jirafa degani. Z harfi ham bir xil talaffuz qilinadi. Zil, qo'ng'iroq degani, eshik qo'ng'irog'i bo'ladi. Zil chaliyor deyishadi. O'sha eshik qo'ng'irog'i chalinyapti degani. Zaytun degani, zaytin. Bu yergacha tushunarlimi hammaga? Tushundingiz. Tushunarli bo'ldi. Çok güzel. Savollar bormi bu yergacha? Menimcha savollar yo'q-a? Tushunarli hammasi. Tamam. Endi shaxs qo'shimchalariga o'tamiz. Bugun shaxs qo'shimchalarni ham o'tamiz, keyin darsimizni tugatamiz. Shaxs qo'shimchalari Word'ga qaytamiz. Ko'rinyaptimi? Ustoz ko'ryapti. Çok güzel. Başlayalım. Shaxs qo'shimchalari super sodda qilib tushuntirib beraman. Chunki biz o'zbek bo'lganligimiz uchun hech qachon turk tilini A1 darajasini shuni yaxshilab bilib olinglar. Bir oy o'rganmang. Chunki siz o'zbeksiz. Turkcha sizni qarindosh tilingiz. Siz uchun begona til emas, ingliz tili emas, rus tili, fransuz tili emas, yoki fors tili emas, tojik tili emas. Bu sizni shu boshqa qo'shni tilingizda qarindosh tilingiz, uzoq bitta qarindoshingiz tili. Siz u bilan bir oy yashasangiz, uni tilini bemalol tushunib olasiz. Shuning uchun hech qachon A1 darajasi bir oy o'rganilmaydi turkchada. Masalan, O'zbekistondan kelishadi, umuman turkcha bilishmaydi. 3 oydan keyin o'sha odam bilan gaplashsangiz, o'sha o'zbekcha gapirayotganda ham turkcha aralashtirib oladi. Agar u o'sha odam nimaga borsa, Angliyaga borsa, 3 oydan keyin gaplashsangiz, umuman dars qilmagan bo'lsa, faqat ishlagani borsa, u ingliz tilini bilmaydi unchalik, turkchachalik bilolmaydi. Chunki turk tili qarindoshdir. Qarindoshingiz tilini uzoqda yashaydigan qarindoshingiz tilini 1-2 oyda bemalol tushunib olasiz. Shuning uchun turk tiliga oson til ko'zi bilan qaranglar. Hozirgi sizlarga tushuntirib berilgan narsam shaxs qo'shimchalari. Turk tilida ham o'sha o'zbek tiliga o'xshab birinchi shaxslar bor, keyin ko'plik shaxslari bor. Masalan, birinchi tekil shaxslar, birinchi birlik shaxslari. Men, sen, u o'zbekchada. Turkchada ham ben, sen, o. U emas, endi o bo'ladi. O. Siz degani doim ko'plikda bo'ladi yoki hurmatda bo'ladi. Siz. Bir kishiga ham siz deyishingiz mumkin. Qachon siz rasmiy joyda bo'lsangiz, masalan, o'qituvchilarga aytiladi, siz deyiladi. Lekin turklarda ota-onasiga, o'zidan katta qarindosh urug'lari, o'zi yaqin olganlariga sen deydi. Ota-onasiga ham sen deydi. Masalan, er-xotin ham bir-birini senlashadi bu yerda. Qo'shnilarga, masalan, qo'shningiz bor, 20 yildan beri, 10 yildan beri bitta joyda, bitta qo'shni bo'lib yashaysiz. Siz uni xola deyapsiz, lekin sen deysiz unga. Teyza nasılsın? Teyza nasılsınız bo'lmaydi. Bizda shunaqa, lekin turklarda unaqa emas. Shuning uchun birinchi tekil shaxslarga siz so'zini qo'shishmagan. Ko'plik ma'nosi ham bor chunki. Shuning uchun ko'plikda turadi. Va ko'plikda qanaqa o'qiladi? Biz deb o'qiymiz, to'g'rimi? Bizda. Turklar biz deb o'qishadi. Biz bo'lmaydi. Biz. I'ni nuqtasi bor chunki. Va sizlar degan ma'nosi ham bor. Siz bo'ladi. Siz bo'lmaydi. Siz. Hurmat ma'nosida ham siz bo'ladi. Bir kishiga ham hurmat ma'nosida ishlatilishi mumkin. Lekin
ko'proq siz deganda ular ko'pchilikni tushunishadi. 2-3 ta odam yoki undan ham ko'pchilik siz. Onlar degani ular degani, onlar. Lar qo'shimchasi o'zbek tiliga o'xshab lar qo'shiladi. Ba'zida ler deb ham yoziladi. Undan keyin fe'lda shaxs yasovchi qo'shimchalar bor. Masalan, ben degan qo'shimcha bor. Endi meniki deganda yonidagi fe'lga yoki sifatga qo'shiladigan qo'shimchasi 4 xil bo'ladi. Im, em qo'shimchalari. Va bular qanday qo'shiladi? Boshida shuni ko'rganingizda qiyinga o'xshab tuyulishi mumkin-da, lekin qarang. Bitta fe'l yozaman, bitta sifat yozaman, bitta fe'l yozaman. Qarab turing. Go'zal degan bitta sifatimiz. Go'zal. Geliyordu burada qildim. Gittim yozadim. Gidiyor, gitmek yozadim. Gitmek bu sifat bilan fe'l yozib oldik. Endi go'zalga men qo'shib gap tuzaylik. Qanaqa bo'ladi? Ben go'zalim bo'ladi. To'g'rimi? Men chiroyliman deymiz turkchada. Ben go'zalim. Nimaga bu yerdagi in qo'shimchasini oldik? Bu go'zal uchun. Chunki undan oldingi unlimiz unlimiz edi. Mana unlimiz qanaqa unliydi? Kim aytadi? Qanaqa unlik? Ingichka unlik. Ingichka unli bo'lganligi uchun biz qo'shimchasini ham ingichka unlikda olamiz. Masalan, go'zalim. Bu yerdagi ingichka unlimiz i bor, bor, em bor. Endi go'zalim bo'ladi. Go'zalga ben go'zalim. Qurol bu. Endi gitmek. Men ketdim deymiz. Ben gittim. Yana in qo'shdik. Nimaga? Chunki bitta oldingisida i bor edi, ingichka unlik bor edi. Demak, biz qo'shimchalarni ham gapim o'sha so'zimizdagi unliklarga qarab turib qo'shamiz. Masalan, döndim. Dönmek. Qaytmoq degani. Men qaytdim. Ben döndüm. Ko'ryapsizmi? Döndüm. Ishlatdik endi. Nimaga ishlatdik? Undan oldingisidagi ö harfi bor, nuqtali ö bor. Siz ham endi nuqtali qo'shimchadan foydalanasiz. Ben döndüm. Bu shaklda. Tushunmaganlar, savoli borlar bormi? Daz yozishda o degan harf bor, o'shani 2 tochka qilib yozamizmi yoki chiziq qilib yozsak bo'ladimi? 2 tochka qilib yozasiz. Doim 2 tochka qilib yozasiz. O'shandan ham balqiradi. Chiroyli zo'r savol bo'ldi. 2 tochka ikkalasida ham shu ikkalasi bor-ku. Yozayotganda ham 2 tochka qilib yozing. Doim shunaqa yozing. G'ni ham shunaqa. G'i qanaqa bo'lsa, mana yozmada qanaqa bo'lsa, g'i harfi shunaqa yozasiz. G'i shapkachasini to'g'ri qo'yasiz, tamom? Rahmat, bu savol bo'ldi. Endi sen uchun. Sen, sun. Sen geliyorsun. Sun ishlatdik. Nimaga sun ishlatdik? Undan bitta oldingisi o bo'lganligi uchun, ko'rdingizmi? O. Sun. Masalan, yana bitta fe'l aytaylik. Sen uxlading bo'lsin, uyumak. Mana qarang, uyumak. Bu uxlamoq degan fe'l. Sen uxlading. O'tgan zamonda bo'lsa, sen nima bo'ladi? Qaysi biri bo'ladi? Kimda qanaqa? Uyudun. Tamam? Sen uyudun. Qo'shimchasini shuni oldik, unda oldik. Masalan, nuqtalida olmadik yoki un olmadik, chunki undan oldingi unligimiz bu edi. Shularga e'tibor berasizlar qo'shayotganda. U yozdi. Masalan, shu yerga o'lardi qilaylik. O yozdi.
qalin ingichka unlarimiz bu yerda. O yozdi. Qarangda u ishlatdim. Chunki undan oldingi unli a, qalin a edi. Qalin a. Shuning uchun qalin ishlatamiz doim. O o'qidi. O o'qidi. Yana u burungandagi ham u. Shularni bilib olsangiz, turk tili siz uchun oson bo'ladi. U ichyapti deylik, masalan, u ichyapti. O qanaqa bo'ladi? U ichyapti bo'lsa, kim aytadi? O ichiyor. O ichiyor. Hozirgi zamon bo'lsa, o ichiyor bo'ladi. Tamam? Endi u ichmoqchi bo'lsa, kelasi zamon bo'lsa, turmoqchi deylik. Durmoq degani, turmoq degani, u turmoqchi desak qanaqa bo'ladi? O durajak. Durajak. Bu kelasi zamon. Durajak. Zamonlarni keyingi haftaga o'tamiz. O durajak. Tamam? Bizga o'tib ketyapman. Biz ham xuddi shunaqa. Keyingilari ham xuddi shunaqa bo'lsa. Biz geliyoruz. Uz qo'shildi, chunki bitta oldingi unlikka qaraymiz. O'ga qaraymiz, uzni olamiz. Endi esmak. O biz esdik. Biz esdik. Qaranglar. Nimaga? Chunki ingichka bo'lganligi uchun. Endi biz ko'rdik deb gap tuzinglarchi. Biz gördük. Çok güzel. Gördük. Endi biz qaytdik deb gap tuzinglarchi. Biz qaytyapmiz deylarchi. O'tgan zamon bo'lmasa, hozirgi zamon bo'lsin. Biz dönüyoruz. Dönüyoruz. Evet. Biz dönüyoruz. O bo'lganligi uchun biz u qo'ygandik. Siz ham shunaqa. Mesela siz kimsiniz? Kimsiniz? Sizler kimsiniz? Ham bitta ma'noda siz kimsiniz? Mesela telefon bitta rasmiy joyda ishlaysiz, telefonga javob berib qoldingiz. Siz birorta ofisda ishlaysizda, sizga telefon qilishdi. Siz kimsiniz deysiz, rasmiy joy bo'lganligi uchun. Yoki umuman tanimagan odamingiz uydasiz, siz telefoningizga telefon qilib, umuman tanimaysiz, ko'rmagansiz. Hurmat yuzasidan siz kimsiniz desiz, bir kishilikka bo'ladi. Lekin 3-4 odam sizni darsingizni bo'lib kirdida, siz kimsiniz deb o'sha 3-4 odamni ham bitta qilib turib, siz deb aytib yuborsangiz bo'ladi turibdi. Endi siz geliyorsunuz. Yana o bo'lganligi uchun sunuzni ishlatdik. Endi yuzmak. Yuzmak degan suzish degani. Siz suzdingiz o'tgan zamonda. Qilaylikchi, shu gapni yasaylikchi. Siz Siz yüzdünüz. Evet, siz yüzdünüz. Çok doğru. Siz yüzdünüz. Banyo yapmak, cho'milmoq degani. Siz cho'milasiz. Keyingi zamon, kelasi zamonga tuzaylikchi. Siz banyo kelasi zaman. Yapacaksınız. Evet, yapacaksınız. Evet. Qalin so'z bo'lganligi uchun oxirgacha qalinda ketdik, shu qalinda ketdik. Yapacaksınız. Otmoq. Otmoq degani o'sha otmoq, uloqtirmoq degani. Siz otdingiz, o'tgan zamon qilaylikchi shuni. Siz otdingiz. Siz Attınız. attınız. Evet, siz attınız. Bulmak, topmak. Siz topyapsiz deb hozirgi zamonga qilaylikchi. Siz Buluyorsunuz. Buluyorsunuz. Evet, çok doğru. Siz buluyorsunuz. Onlar da fe'lga xohlasangiz lar yoki lar qo'shishingiz mumkin. Bu ham qalin ingichka unlilarga ko'ra qo'shimchasi o'zgaradi. Hozir misollar ko'ramiz. Lekin ixtiyor. Qo'shmasangiz ham bo'ladi, qo'shsangiz ham bo'ladi. Masalan, ular kelyapti deylikchi. Onlar geliyorlar. Ular kelyapti degani. Lekin onlar geliyor desangiz ham bo'laveradi. Ikkalasi ham xato emas, ikkalasi ham to'g'ri. Lar qo'shsangiz ham bo'ladi, qo'shmasangiz ham bo'ladi. Ixtiyoriy.
Yana bitta misol aytaylik. Masalan, yumshoq gap qidiryapman. Gördü diyelim, ko'rdi. Ular ko'rdi, o'tgan zamonga tuzaylik. Onlar o'tgan zaman qanaqa bo'ladi? Gördünüz mü? Gördüler. Gördüler. Evet, gördüler bo'ladi. Chunki u qanaqa o'tgan nima? Ingichka unli. U ingichka unli bo'lganligi uchun larmi, lermi desiz, ingichkasini ishlatasiz, lerda ishlatasiz. Yoki onlar gördü. Bu ham to'g'ri. Onlar gördü. Bu ham to'g'ri. Yana bitta misol, yana ingichkalarga misol beraylik. Onlar geldi yaptı. Bu ingichka uchun hozir gap qidiryapman. Suzdi. Ular suzdi. Cho'milishdi ya'ni. Dengizda suzdilar. Onlar Yüzdüler. Yüzdüler. Evet, yüzdüler. Yoki onlar yüzdü. Yüzdü, evet. Bu ham to'g'ri. Ya'ni qisqacha qilib tushuntirganda benga im, shaxs qo'shimchalarida im, senga sin, o'ga yo'q buni qo'shimchasi, uni qo'shimchasi yo'q. Hozirgi zamonda, masalan, fe'lda hozirgi zamonni o'qimak, ko'rmak, yemak, ichmak, ularning hammasi o yor, o yeyecek, o yedi bo'ladi. Fe'lda o'tgan zamondagi, hozirgi zamondagi, kelajak zamondagi fe'lda asosiy qismi qanaqa bo'lsa, o'ga o'sha qo'shilaveradi. Onlarga ham shunaqa. Shu yerini tushundingizmi? Tushunmaganlar bormi shuni? Men tushunmadim, qayta tushunib beraman. Menimcha yo'q. Bunga fe'lda qaysi zamonda bo'lsa, hech qanaqa qo'shimchalarsiz o'shani qo'shib ketaveramiz ekan. Yemoq, yemoqchi, yedi desak ham o'ni qo'ysak, uchinchi shaxs birlik va uchinchi shaxs ko'plikda ham bo'laveradi. Xohlasangiz larni qo'shishingiz mumkin ko'plikda. Biz uchun is, siz uchun siniz, onlar uchun xohishga ko'ra lar. Masalan, yana bitta misollar. Ben öğrenciyim. Men talabaman. Man qo'shimchasi shu yerda. Man qo'shimchasi öğrenciyimdagi im qo'shimchasi. Shu haqida gaplashyapmiz. Bu yerda ben bo'lganligi uchun im qo'yildi. Ben öğrenciyim. Sen güzelsin. Xuddi shunaqa o'qiladi. Sen güzelsin bo'lmaydi. Sen güzelsin bo'ladi turkchada. Sen güzelsin. Sen chiroyli, shu yerdagi san qo'shimchasi bu. İngilizce o çalışıyor. O çalışıyor. Fe'lda hozirgi normal ne o'sha ishlamoqda degani. U ishlamoqda. U ishlayapti. Hozir yana ham o'zbekchasi u ishlayapti. Biz mutluyuz. Masalan, biz bo'lganda fe'lda uz qo'yiladi. Uz. Va bu uzlar shu yerdagi unlilarga qarab o'zgaradi. Uz ham bo'lishi mumkin, yana ingichkasi bo'lishi mumkin va hokazo. Tepada o'rnaklarni ko'rdik. Shu yerdagi miz ma'nosi, tarjimasi miz. Siz hazırsınız. Hazırsınız shu yerdagi. Siz tayyorsiz degani. Siz tayyorsiz. Hırsızsınız degani, o'g'risiniz degani. Buni bitta darsimda shunaqa deb o'qib olgan edim. Keyingisi onlar okuyor. Onlar okuyor. Yana qarangda, fe'lda umuman ishlov berilmagan moqda degani. O'qishyapti, o'qishmoqda. Ular o'qishyapti. Eng ko'p uchraydigan xatolarimiz. Sen geliyorsunuz. Bu bo'lmaydi. Noto'g'ri bu. Sen geliyorsun to'g'ri. Agar sen geliyorsunuz bo'lsa, biz bu yerga qaysi so'z ishlatishimiz kerak? Kim aytadi? Siz. Siz geliyorsunuz. Siz. Tamam? Evet. Biz geliyor. Bo'lmaydi. Biz geliyoruz bo'ladi. Bu yerga qaysisi bo'ladi? Bizni o'rniga kim aytadi? O geliyor bana. Evet, o geliyor. Yoki onlar da bo'ladi, to'g'rimi? U ham bo'laveradi.
Onlar geliyorsun bo'lmaydi, onlar geliyor bo'ladi. Endi onların o'rniga nima ishlatsak bo'ladi shu yerda? Sen. Sen geliyorsun. Evet, çok güzel. Va buni sizlarga shuni uyga vazifa qilib tashlab beraman, kanalga tashlab qo'yaman. Bajarib tashlab qo'ysalaring, keyingi haftagacha ko'rib chiqib beraman. Chunki rostdan vaqtim yo'q. Bo'lmasa, oldin rosa ko'p bepul darslar o'tgan edim. Bemalol vaqtim bo'lar edi. Hozircha darsimiz shu, yoqqan bo'lsa xursandman. Agar darsga aloqali savollaring bo'lsa, javob berishga tayyorman. Ustoz. Tushundingiz? Boshqalarda ham savollar bormi, yo'qmi? Dars haqida fikrlaring. Chunki darsni birorta onlayn kurs olgan bo'lsalaring, doim mikrofonlaring ochiq tursin, gapiringlar, qatnashinglar, keyin yaxshi o'rganalasizlar. Kimdir savoli bor shekilli. Savolim yo'q, dars juda tushunarli bo'ldi. Zo'r. Rahmat. Azimeda, rahmat. Bo'lmasa dars tugatyapman. Sizlarga ham rahmat qatnashganlaring uchun, meni yolg'iz qo'ymaganlaring uchun. Xudo xolasa keyingi yakshanba yana ko'rishamiz. Chaydirim. İyi geceler. İyi geceler, sağ olun. Geceler.